Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan darslarimizni davom etamiz. Bugungi darsimiz Arab adabiy tili 4-chi kitobini ikkinchi darsi bo'ladi. Bu darsimizda hozirgi kelasi zamon fe'li haqida gaplashar ekanmiz. Bilamiz, hozirgi kelasi zamon fe'li arab tilida fe'l mudori' deyiladi. O'tgan zamon fe'lini fe'li mavdi derdik. Demak, nom bilan ham aytib turibdi, hozirgi va kelasi zamon fe'li. Arab tilida hozirgi kelasi zamon fe'li ish harakatining hozirgi va kelasi zamonlarida sodir bo'layotganini, ba'zan esa o'tgan zamonda tugallanmagan ish harakatini ham bildiradi deyaptilar. Masalan, yaktubu tolibu darsa, talaba darsni yozyapti desak, hozirgi zamonga nisbat berayotgan bo'lamiz. Yozadi deb tarjima qilsak ham bo'ladi shuni. Chunki yaktubu fe'limiz mudori fe'li ham hozirgi zamon ham kelasi zamonga ishlaydi. Ba'zi harflar bor, kelasi zamonga xoslab qo'yadi. Masalan, sin harfi. Sayaktubu bo'lsa, endi yozadi degan bo'ladi. Xo'p, yabda uddarsu, dars boshlanadi. Yoki boshlanyapti desak ham bo'ladi. Xo'p, hozirgi kelasi zamon fe'lini yasash. Xo'p, mudori fe'lini bilib oldik. Qanday yasaladi desa, bu mozi fe'ldan yasaladi. Yasash uchun fe'lning boshlang'ich shaklidagi birinchi o'zak undoshini, ya'ni moziy shakli mana kataba edi. Shu katabadagi birinchi harf kafni mana sukunli qilamiz deyaptilar. Uning oldi va oxiriga hozirgi kelasi zamon fe'lining shaxs son qo'shimchalarini qo'shib yasaymiz deyaptilar. Mudoriyat harflari bor, to'rtta. Mana shu moziy fe'lni oldiga qo'shiladigan. Masalan, alif bor. Aktubu, men yozaman degan. Naktubu, n harfi bor. Biz yozamiz. Yaktubu, taktubu kabi to'rtta mudoriyat harflari bor. Shular moziyni oldiga qo'shilish bilan muzori fe'lni yasaymiz. Bular qaysilar ekan? Alif, ha, ya, nun. Buni atayna deb olsak ham bo'ladi. Xo'p, endi mana bu uslubda tushuntirgandan ko'ra, men o'zimiz o'qigan uslubda tushuntira qolay, osonroq, menga shu qulayroqga o'xshayapti. Mana. Hop, birinchi o'rinda gap tuzishimiz uchun, fe'lni to'g'ri topishimiz uchun uni shaxsiga e'tibor qilishimiz kerak. Uchinchi shaxs bu u deyiladi. Uchinchi shaxs u. Ikkinchi shaxs bo'lsa bu sen, siz deb murojaat qilamiz. Ikkinchi shaxs. Birinchi shaxs bor, u men bo'ladi, biz bo'ladi. Ya'ni o'zimiz haqimizda gapiramiz. Uchinchi shaxsni arab tilida g'oyib deydi. Ikkinchi shaxsni muxotob deydi. Birinchi shaxsni mutakallim deydi, ya'ni gapiruvchi. Endi masalan sizga gap aytildi, shuni arab tiliga tarjima qilib berdi. Yoki bo'lmasam siz arabcha gap tuzmoqchisiz. Shaxsga e'tibor qilar ekansiz birinchi. Qani u gapimiz yoki u fe'limiz uchinchi shaxsdami, ikkinchi shaxsdami yoki birinchi shaxsdami? Shunisiga e'tibor qilar ekanmiz. Ya'ni farq qiladi. e, qaysi fe'lni tanlashingiz, qaysi formulada tanlashingiz farq qiladi. Shuning uchun birinchi shaxsni ajratib olishingiz kerak ekan. Keyin jinsni ajratib olishingiz kerak. Xo'p, mana hozir mana bunga qarasak, mana bunga qarasak, oltita fe'limizga qarasak, bundan bundan mana bu uchtasi muzakkarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, mana huva u degani erkak kishiga, huma u ikkisi, hum ular degani. Ha? Endi bu yog'i mana ketdi. Bu yog'i hiya huma hum hiya huma hunna ular muannasga nisbatan ishlatiladi. Demak, birinchi mana ajratib oldik. Shaxs, ya'ni uchinchi shaxsmi, ikkinchi shaxsmi, birinchi shaxsmi, uchinchi shaxsdan ekan. Keyin ajratar ekanmiz. Muzakkar muannasmi? Ya'ni muzakkar gap tuzmoqchimanmi yoki muannas tuzmoqchimanmi? Muzakkar tuzmoqchiman. Demak, mana bu uchtasiga qarashingiz kerak. Muannas tuzmoqchisiz, demak, mana bu uchtasiga qarashingiz kerak. Ha? Shunda osonroq bo'ladi topishingiz. Endi qaradik. Kataba u yozdi degan edi. Endi shuni yozadi demoqchi bo'lsak, nima qilar ekanmiz? Mana kaftaba o'zaga turibdi. Kataba fe'limiz o'zaga turibdi. Shuni boshiga ya harfini qo'shar ekanmiz. Yaktubu bo'ldi. Oxirini dommali qilib qo'yamiz. Katabadan yaktubu hosil bo'ldi. Shunda bu yozadi yoki yozyapti degani bo'ldi.
Endi u ikkisi yozadi desakchi, boshiga ya qo'shar ekanmiz, oxirigachi ani qo'shar ekanmiz. Shunda yaktubani bo'ldi. Ular yozyaptilar. Boshiga ya qo'shamiz muzoriyat harfini, oxiriga vov va nun qo'shar ekanmiz. Yaktubuna bo'ldi. Mana ular yozyaptilar bo'ldi. Tushundikmi? Mana sizga gap so'z dedi. Masalan, bu yerda yaktubuni ko'rdik. Sizga u chiqadi bo'lsa muzakkarda nima bo'ladi desa, ya'ni xorajamada chiqdi, boshiga yana qo'shasiz mana. Yaktubu, yaxruju bo'ladi deysiz. Ha? Ular chiqadilar bo'lsachi? Ha? Ular demak ular bo'lyapti. Muzakkar deylik. Mana bu qaraymiz. Muzakkar mana ular deyapti. Demak mana bu qatordan qarashimiz kerak. Muzakkarda deyapti. Demak uchtasidan qarashimiz kerak. Ular deyapti. Demak mana bu ko'plikda bo'lar ekan deymizda. Boshiga mana xorajani boshiga ya qo'shamiz, oxiriga una qo'shamiz. Shunda yaxrujuna bo'ladi. Tushundik, ha? Demak, yaktubu u yozadi, yaktubani u ikkisi yozadi, yaktubuna ular yozadilar. Xarajiga o'tqizsak, yaxruju u yozadi, yaxrujani u ikkisi yozadi, yaxrujuna ular yozadilar. Chumoliga endi muannasiga o'tamiz. Taktubu u yozadi bir ayol, taktubani u yozadi ikki ayol, yaktubna ular yozadilar ko'p ayollar. Demak, bu yerda boshiga t qo'shildi birligida, keyingi boshiga t, oxiriga ani qo'shildi bunda ham. Ko'pligida boshiga y qo'shildi, oxiriga na qo'shildi. Hmm? Shunda muannasga o'zgartirsak, qanaqa fe'lni o'zgartirsak qanaqa bo'ladi? Xaraja fe'liga o'zgartirsak mana. Taxruju, taxrujani, yaxrujna bo'ldi. Hmm? Chumoliga endi shuni nimada ko'rib chiqamiz? Ikkinchi shaxsda ko'rib chiqamiz. Bunday qilsak bo'larmikan? Bo'lmasa ekan, o'chirib tashlaymiz hozir. Endi ikkinchi shaxsda ko'ramiz. Ikkinchi shaxsda mana bu sen, sizlar desa, mana bu qatorga qaraysiz endi mana. U deganda tepadagi oltiga qaradik. Sen, sizlar desa, mana bu oltiga qaraymiz. Hmm? Bu yoqqa qaramaysiz, bu yoqdan qidirib o'tirmaysiz. Sen, sizlar bo'lsa, bu yoqdan qaraysiz ikkinchi shaxsda. Bunda ham xuddi shu. Mana bu boshdagi uchtasi muzakkarga tegishli, bu yoqdagi uchtasi muannasga tegishli. Masalan, anta sen degan. Sen yozyapsan desa, anta taktubu. Yozasan desa, taktubu bo'lar ekan. Siz ikkingiz yozasiz bo'lsa, taktubani bo'lar ekan. Sizlar yozasizlar bo'lsa, taktubuna bo'lar ekan. Bunda ham qo'shilayotganlarni bilyapmiz. Mana KTB o'zak turibdi. Boshiga t qo'shdik. Ikki boshiga t, oxiriga ani qo'shdik. Ko'pligidachi boshiga t, oxiriga una qo'shdik mana. Muannasdachi endi sen yozasan bir ayol bo'lsa, boshiga t qo'shdik, oxiriga ya va nun qo'shdik. Mana taktubina bo'ldi. Ikkiligida t qo'shdik, oxiriga ani qo'shdik. Ko'pligidachi boshiga t qo'shdik, oxiriga na qo'shdik. Mana taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Hmm? Endi xaraja fe'lini tuzayotganmidik? Mana buni o'rniga xarajani taktubuni o'rniga endi nima qilamiz? Mana boshiga t qo'shamiz. Taxruju, taxrujani, taxrujuna, taxrujina, taxrujani, taxrujna. Bilib oldingizmi? Masalan, sizga savol beriladi. Yozasizlar, sizlar ko'p kishilar. Yozasizlar, sizlar deyilyapti. Demak, mana bu qatordan qarashim kerak deysiz. Sizlar ko'p kishilar, kishilar deyilyapti. Demak, mana bu uchtadan qarashim kerak deysiz. Mana bu uchtadan qarashim kerak deysiz. Ko'p kishilar, ko'plikni bildiryapti. Demak, mana bu taktubuna bo'ladi deysiz. Tushundingiz-a? Masalan, yozadilar, ular ko'p kishilar bo'lsa-chi, ular bo'lyapti. Demak, nima ekan? Uchinchi shaxsda ekan. Kishilar bo'lyapti. Demak, mana bu uchtasidan qarashim kerak. Ular ko'p kishilar deyapti. Demak, mana bu yaktubuna bo'ladi deymiz. Shunday. Endi birinchi shaxs bo'lsa-chi? Birinchi shaxs bo'lsa, nima deymiz? A qo'shilar ekan boshiga mana aktubu,
ya'ni men bo'lsa, buni muzakkar bo'lsin, muannas bo'lsin farqi yo'q. Muzakkarda ham muannasda ham bir xil boshiga a qo'shiladi. Aktubu, akhrujuga o'xshash. Aktubu yozaman men bir erkak yoki ayol. Naktubu yozamiz biz erkaklar yoki ayollar. Naxruju bo'ladi, biz chiqamiz bo'ladi. Ikkilik shakli yo'q ekan. Ikki kishi bo'lsa ham mana bu shaklni ishlatamiz. Biz ikkalamiz yozamiz bo'lsa ham nahnu naktubu deb aytamiz. Tushunoldik. Endi bu tushuntirish o'zimga osonroq bo'lgani uchun shu uslubdan foydalandim. Kimdirga bu uslubda tushuntirilgan bo'lsa ham farqi yo'q. Bunda mana yaktubu, bunda ham yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Bu yerda ham g'oyib, muxotob, mutakallim, muannas, muzakkar qilib ajratib bo'lgan. Xo'p, hozirgi kelasi zamon fe'li vaznlarning hosil bo'lishi quyidagicha. Jalasa yajlisu, fahima yafhamu, hasuna yahsunu. Ko'rinib turibdiki, hozirgi kelasi zamonda aynning harakatini o'tgan zamon shakliga qiyosan aniq bilib bo'lmaydi. Ya'ni bular qolip, ya'ni qolipga tushirilgan. Jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu qalbida. Fahima yafhamu, fa'ila yaf'alu qalbida. Hasuna yahsunu, fa'ula yaf'ulu qalbida. Endi nima demoqchilar bu yerda? Moziyimizda qarasak bittasida fathali keldi, bittasida kasrali keldi, ikkinchisida oxirgisida dommali keldi. Mana shu moziyda ayn barobariga qarab turib, muzoriyimizni ham ayn barobarini chiqara olmaymiz deyaptilar. Hmm? Har xil kelishi mumkin deyaptilar. Endi nima qilamiz desa, shuning uchun zamonaviy lug'atlarda fe'lning o'tgan zamon infinitiv shaklidan keyin qavs ichida mana bunga o'xshash i, u, a harflari shu fe'lning hozirgi kelasi zamondagi ikkinchi o'zak undosh harakatini ko'rsatib turadi. Hmm? Ya'ni siz dahola deb yozsangiz farazan Bushroga yoki shunga o'xshash lug'atlarga dahola deb yozsangiz qavs ichida u qilib qo'ygan bo'lsa, demak bilingki mudoriyni ayn barobari yadxulu bo'ladi degan. Hmm? Masalan, fataha de qavsiga a qilib qo'ygan bo'ladi. Siz nima deysiz? Yaftahu deb o'qiysiz. Shuni bilishimiz kerak ekan. Shuning uchun ham lug'at yodlashda e, ayn barobar mozi bilan mudoriyni qo'shib yodlash tavsiya qilinadi. Hop, keyingi qoidamiz to'ldiruvchi ergash gap. Arab tilida asosan anna va kayfa kabi bog'lovchilar yordamida boshqa gapga birikib kelgan ergash gap to'ldiruvchi ergash gap deyiladi. Masalan, alimtu anna hadhihi binta ukhtuka. Hmm? Mana shu annadan boshlab buyog'i to'ldiruvchi ergash gap deyilar ekan. Alimtu mana fe'l bor, bilish fe'li bor, tu foili bor. Endi nima kerak bunga? Fe'l, foil bor, ish harakat bor, egasi bor. Endi bunga to'ldiruvchi kerak, maf'ulun bihi kerak. Mana bu annadan buyog'i hammasi mana shunga to'ldiruvchi ergash gap bo'lib ketar ekan. Anna hadhihi binta ukhtuka. Hadhihi binta annani ismi bo'ladi, ukhtuka xabari bo'ladi. Shu anna ismi xabari bilan qo'shilib turib, alimtuga to'ldiruvchi bo'lib ketar ekan, maf'ulun bihi bo'lib ketar ekan. Ikkinchi misolimiz sami'na anna akhana qad ishtara baytan jadidan. Akamiz yangi uy sotib olganini eshitdik. To'ldiruvchiga ko'pincha n ma'nosini aytardik. Hiya fahimat kayfa tatbukhu at-ta'ama sari'an. U qanday qilib, kayfa qanday qilib ovqatni tez pishirishni tushundi. Tushunib oldi. O'zi kayfa so'roq olmoqchi edi. Endi bu yerda so'roqdan tashqari nima bo'lib ketyapti ekan? To'ldiruvchi vazifasida kelyapti. Ovqatni qanday tayyorlashni bildi. Bu yerda hiya ega mubtado, fahimat buyog'i kesim xabar, fe'l fahimat ichida hiya foili bor. Endi to'ldiruvchi kerak, maf'ul kerak. Yoqdan boshlab hammasi shunga maf'ul bo'lib ketar ekan. Hop, qola fe'li o'zidan keyin inna yuklamasini talab qiladi. Hamma fe'ldan keyin anna kelsa, qoladan keyin inna kelardi. Qola innahu sayaf'alu ma ta'mur. U sen buyurgan ishni qilishini aytdi.
Xo'p, o'rin payt holi, buni arab tilida maf'ulun fih deymiz. قرأ محمد الكتاب صباحا أمام المعلم. Muhammad kitobni ertalab muallimning oldida yodladi. Ha, bu yerda o'qidi bo'lishi kerak edi. Qoroa o'qidi degani o'qidi bo'ladi. Hmm? Jumlasidagi sabahan ertalab va amama oldida so'zlari maf'ulun fih yoki zarf deb ataladi. Nomidan ham bilib olsak bo'ladi. O'rin, ya'ni joyni bildirsa yoki payt, vaqtni bildirsa, bu maf'ulun fih deyiladi. Mana Muhammad kitobni o'qidi. Qachon o'qidi? Ertalab. Vaqtga dalolat qildimi? Demak, bu maf'ulun fih deyiladi. Qayerda o'qidi? Amamal muallimi, o'qituvchining oldida. Ha, joyga dalolat qildimi? Demak, maf'ulun fih deyiladi. Umumiy qoida o'rin payt holi yoki maf'ulun fih nima ekan desa, ish harakatni qachon yoki qayerda bajarilganini bildirsa, buni maf'ulun fih deymiz. Yoki ikkinchi nomi zarf deyiladi. E, Vaqtga dalolat qilsa zarf zamon, joyga dalolat qilsa zarf makon deyiladi. Mana sabahan so'zi vaqtga dalolat qilgani uchun zarf makon bo'ldi. Amama so'zi esa zarf makon deyiladi, makonga dalolat qilganligi uchun. Bu ikkala so'z bitta qilib maf'ulun fih deb nomlanadi. Maf'ulun fih esa nasb holatida bo'lishi kerak. Mana sabahan nasbda keldi, amama nasbda keldi. Hop, zarf nomlari endi qanday so'zlar zarf bo'ladi desa, mana ertalab kabi, kechqurun, kun, tun, erta tong, ertaga, tong yorishganda, tongda, hech qachon, vaqtida, bir lahzada, bir soatda, bir muddat, bir yil, bir oyda kabi shunga o'xshash vaqtga, umumiy vaqtga dalolat qilsa, demak bular zorf zaman deyiladi. Zorf makonlarchi, ular joyga dalolat qilishi kerak. Oldida, orqasida, ustida, ostida, o'ngda, chapda, huzurida bilan birga, ro'parasida, farsax, mil kabi. Yuqoridagi ta'rifdan anglanadiki, maf'ulun fih yo zamonni yo makonni anglatadigan ism ekan. Zamonni anglatadigan ismga zarfi zamon dedik, makonni anglatadigan ismga esa zarfi makon dedik. Shuning uchun maf'ulun fih zorf ham deb ataladi. Xo'p, endi hivorimiz Hamid bilan Umma Ahmad o'rtasidagi suhbat ekan. Hamid aytyapti: "Maza taf'alina ya Umma Ahmad?" Ey Ahmadning onasi, nima qilyapsiz yoki nima qilyapsan? Umma Ahmad, Ahmadning oyisi aytdi: "Abhathu anid dawa'i alladhi akhadhtuhu min as-saydaliyyati amsi." Kecha aptekadan uni olgan dorini qidiryapman. Bahatha yabhathu an bilan kelardi, qidirish degan ma'noni bildirardi. Hamid aytdi: "Huwa alal maktabi fi ghurfati." U mening xonamda, parta stol ustida. Kayfa haluki al-yawm? Bugun holating, ahvoling qanday? La'allaka al-yawm ahsan. Bugun yaxshisan deb umid qilaman. Ummu Ahmad aytdi: "Na'am, ana al-yawm ahsanu bi fadlillah." Ha, men bugun yaxshiman, alhamdulillah, Allohning fazli bilan. Hamid aytdi: "Mata satadhhabina ila al-mustashfa?" Shifoxonaga qachon borasan? Sa'adhhabu ba'da sa'atin inshaalloh. Inshaalloh bir soatdan keyin boraman. Ma'a man satadhhabina? Kim bilan birga borasan? Sa'adhhabu ma'a Ahmad. Ahmad bilan birga boraman. Ta'rifina at-tabibata allati dhahabti ilayha amsi? Kecha uni oldiga borgan shifokorni taniysanmi? Na'am, a'rifuha. Ha, uni taniyman. Ismuha ad-doktora Nilufar. Uni ismi doktor Nilufar. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. aytishlaricha u shifoxonadagi eng yaxshi shifokor. ماذا تفعلون يا أبنائي? Endi o'g'illariga aytyapti Hamid. Ey o'g'illarim, nima qilyapsizlar? Al-abna, o'g'illar aytishdi. Naktubul vajibat, vazifalarni yozyapmiz. Fe'llariga e'tibor qilyapsizlar, mana muzori fe'llar ishlatilyapti. Atafhamuna ad-darsa jayidan? Darsni yaxshi tushunyapsizlarmi? Naam, nafhamuha jayidan walhamdulillah. Ha, uni yaxshi tushunyapmiz, alhamdulillah. وماذا تفعلن أنتن يا بناتي? Sizlar nima qilyapsizlar ey qizlarim? نحن الآن نلعب. Biz hozir o'ynayapmiz. أفي وقت العمل تلعبن? Ish vaqtida o'ynaysizlarmi? متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات? Darslarni qachon o'qib
vazifalarni qachon yozasizlar? Nahnu qara'na ad-durus va katabna al-wajibat. Qizlar aytishdi, biz darslarni o'qib, vazifalarni yozib qo'yganmiz. Ahsantunna. Barakalloh dedi otasi. Mata tazhabna li ziyarati xolatikunna? Xolangizni ziyorat qilish uchun qachon borasizlar? Ata'rifna annaha marida? Bilasizlarmi, u kasal. Albanat qizlar aytishdi. Naam, na'rifu zalik. Ha, ana shuni bilamiz. Shafaha Alloh unga shifo bersin. Sanadhhabu li ziyaratiha hadha al-masa. Bu kecha uni ko'rgani boramiz inshaalloh. Ya Ahmad, ata'rifu mata yarji'u al-jiranu min al-qarya? Ey Ahmad, bilasanmi, qo'shnilar qishloqdan qachon qaytishadi? Qala li Yusuf. Endi Ahmad aytyapti. Yusuf menga aytgandi, ya'ni o'sha qo'shnisini oti Yusuf ekan. Yusuf menga aytgan, nima deganda, innana sanarji'u fil usbu'il qodim. Biz kelasi hafta qaytamiz degan edi, deyapti. Endi Yusufning gapi tugadi. Azunnu annahum sayarji'una al-yawm sayarji'una yawm as-sabt inshaalloh. O'ylashimcha ular shanba kuni qaytishadi inshaalloh. Hop, matnimiz tugadi. Endi mashqlar. Sahihil xato fima yali, quyidagilardagi xatoni to'g'rilagin deyaptilar. Tabhasu umma Ahmad anil miftah. Ahmadning onasi kalit qidiryapti. Nima edi? Dori qidirayotganmidi? Yozib qo'yamiz. Satazhabu umma Ahmad ila al-mustashfa ma'a zawjiha. Ahmadning oyisi shifoxonaga eri bilan boradi. O'g'li bilan borarmidi? Yozib qo'yamiz to'g'rilab. Ummu Ahmad la ta'rifu doktora Suad. Ummu Ahmad doktor Suadni tanimaydi. البنات يلعبن قبل قراءة الدروس وكتابة الواجبات. Qizlar o'qishdan, darslarni o'qish va vazifalarni yozishdan oldin o'ynayaptilar. Jironu Hamidin zahabu ila Andijan. Hamidning qo'shnilari Andijonga ketdilar. Bu yerda demak noto'g'ri ma'lumotlar berilgan. Shularni o'zimiz to'g'rilab yozib qo'yishimiz kerak. أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. Ikkinchi mashqimiz foillarni muannasga o'zgartirib chiqishimiz kerak ekan. Birinchisi, ata'rifu al-lughata al-arabiyya ya akhi? Ey aka, arab tilini bilasizmi? Yoki ey birodarim, arab tilini bilasizmi? Endi muannasga o'zgartirsak nima bo'ladi? Ata'rifina. Ha, ina qo'shiladi. Ata'rifina al-lughata al-arabiyyata ya ukhti? Madha, ikkinchi gapimiz. Madha ta'kulu ya Muhammad? Ey Muhammad, nima yeyapsan? Nima deymiz muannasda? Oxiriga ina ham qo'shamiz. Madha ta'kulina ya Aisha? Nima yeyapsan ey Oysha? Ayna tajlisu fil fasli ya Ahmad? Sinfda qayerda o'tirasan ey Ahmad? Muannasga o'zgartiramiz. Ataghsilu hadha al-qamisa ya Yasir? Bu ko'ylakni yuvasanmi ey Yasir? Ayya qasidatin tahfazu al-an ya akhi? Ey akam, hozir qaysi qasidani yodlayapsiz? Mata tarji'u min al-madrasati ya Ali? Maktabdan qachon qaytasan ey Ali? Ila man taktubu hadhihi ar-risalata ya Shawkat? Ey Shavkat, bu risolani, bu xatni kimga yozyapsan? Ushbu jumlalarni demak muannasga o'zgartirib qo'yishimiz kerak, fe'llarni ham o'zgaradigan joylariga e'tibor qilib. Uchinchi mashqimiz annifil fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiya. Har bir jumladagi foillarni muannasga o'zgartirar ekanmiz. Ayna tazhabuna ya ikhwan? Qayerga ketyapsizlar ey birodarlar? Ayna tazhabna ya akhawat? Demak, birlik shaklida sen bo'lsa tazhabina qilgan edik. Endi sizlar bo'lsa oxiriga na qo'shib qo'yganmiz. Lima tajlisuna huna ya rijal? Lima tajlisna huna ya nisa? القهوة تشربون أم الشاي يا إخوان? Qahva ichasizlarmi yoki choy ichasizlarmi ey birodarlar? Nima deymiz? Al qahvata tashrabna am ash-shaya ya akhawat deymiz. Ata'rifuna raqma hatifi al-jami'ati ya ikhwan? Muannasga o'zgartiramiz. Lima tadhakuna ya awlad? Nega kulyapsizlar ey bolalar? Madha tasma'una min al-idha'ati kulla yawm? Har kuni eshittirishdan nima eshitasizlar? أتسألون المدرس أسئلة كثيرة يا طلاب. O'qituvchidan ko'p savol so'rayapsizlarmi ey talabalar? Ushbu yuqorida o'qigan jumlalarimizni muannasga o'zgartirib yozib qo'yamiz faollar. To'rtinchi mashqimiz havil al-mubtada fi kulli min al-jumal al-atiya ila jam'in. Quyidagi jumlalardagi har bir mubtadoni ko'plikka o'zgartirib qo'yamiz.
مثلا أنا أفهم الدرس جيدا. من درسني يخشى شنو يبمن. نحن نفهم الدرس جيدا. بز يخشى درسني يخشى شنو يبمز. أنا لا أذهب إلى السوق كل يوم. نحن لا نذهب. أنا أشكرك يا أستاذ. نحن نشكرك. أنا أجلس أمام المدرس. نحن نجلس خلامزة. بيشنسى. بيشنسى ماشكمس إملأ فراغ في الجمل الآتية بالفعل المناسب boş yerlerine mos fe'llar bilan to'ldirishimiz kerak ekan. تبيتون تنهيسizlar degani تتكلم gapirasiz. يسافرن سفر qiladilar. تستقلن demek ishdan bo'shash iste'fo so'raydilar. نمارس shug'ullanamiz. ينزل tushadi. تنتقلن ko'chasizlar. تعرف bilasan. endi mana اللغة العربية يا سيدي. bilasizmi arab tilini ey janob deyishimiz kerak. nima qo'yamiz? أتعرف qo'yamiz. أتعرف اللغة العربية يا سيدي. نحن biz sportni har tong sport bilan shug'ullanamiz deyishimiz kerak. نحن نمارس qo'yamiz. أفي مهاجع الجامعة يا إخوان. universitet yotoqxonasida turasizlarmi birodarlar deyishimiz kerak. تبيتون في أي محطة. qaysi bekatda bu bolalar. م? في أي محطة ينزل هؤلاء الشباب bo'ladi. أختي singlim ثلاث لغات. uchta til. تتكلم qo'yar ekanmiz. U gaplashadi. أختي تتكلم ثلاث لغات. singlim uchta tilda gaplashadi. أخوات حمزة. demak أخوات حمزة يسافرن qilgan ekanmiz. Hamzaning opalari safar qiladilar bil haflati avtobus bilan. Hop, oxirgisi min amalikunna va ila amalin jadid. Demak, nima qilamiz bu yerga? Birinchi tastaqilnani qo'yamiz. Tastaqilna min amalikunna. Ishlaringizdan iste'fo so'raysizlar. Va tantaqilna ila amalin jadid. Yangi ishga o'tasizlarmi? Hmm. Xo'p, oltinchi mashqimiz اختر صيغة الفعل الصحيح وكمل بها الجملة. to'g'ri shakldagi fe'lni topishimiz kerak va to'ldirishimiz kerak. Qavuschadagilardan mosini qo'shishimiz kerak. في أي سنة يا فتاة. فتاة bo'lgani uchun tadrusina qilamizda. في أي سنة تدرسين يا فتاة. qaysi sinfda yoki qaysi kursda o'qiysan ey qiz. hop اسم الطبيب الذي يسكن أمام بيتنا. demak uyimizni oldida yashaydigan tabibni ismini bilasanmi deyishimiz kerak. Ta'rifu. Ta'rifina. bu yerda ikkalasi ham to'g'ri bo'lib qolibdi. Ya'ni muzakkarga nisbatan ham muannasga nisbatan ham ishlatsak bo'ladi bu yerda. Hop, limaza الواجبات بالقلم الأحمر يا بناتي. Ey qizlarim, nima uchun qizil qalam bilan vazifalarni yozyapsizlar bo'lsa, qaysini qo'yamiz? Taktubunami yoki taktubnami? Masini qo'yib qo'yamiz. Afi vaqtil amali ya abnai. O'yin vaqtida o'ynayapsizlarmi? Ey bolalarim, o'g'illarim. Talabuna qo'yamizmi, talabna qo'yamizmi? Beshinchisi, mata ila suqi ya abi. Bozorga qachon borasiz ey ota deyish kerak. Tazhabu qo'yamizmi, tazhabina qo'yamizmi? Hmm. Olti. رقم هاتف الصيدلية وأمي. Ey ona, dorixona telefon raqamini bilasizmi deyishimiz kerak. Ta'rifu qo'yamizmi, ta'rifina qo'yamizmi? Yettida هذه المجلة يا أخوات. Ey opalar, bu nimani, jurnalni o'qiyapsizlarmi deyishimiz kerak. Taqrauna qo'yamizmi, taqra'na qo'yamizmi? 8. أفي مهجع الجامعة يا أخي. universitet yotoqxonasida turasanmi ey aka. تسكنون qo'yamizmi, taskunu qo'yamizmi? نحن لا كرة القدم في الشوارع. biz ko'chada futbol o'ynamaymiz.
biz nahnu bo'lgani uchun al'abu qo'yamizmi, nal'abu qo'yamizmi? Hammasini qo'yib qo'yamiz. Inshaalloh kelasi darsimizda shu joydan davom etamiz.